دوستان عزیز، در ادامه توضیحات امروزی خود آمدیم روبروی درب خانواده که قبلا سرویس شده بود. متاسفانه در جنگ های گذشته این خانواده همون نانآور خود را از دست داده و متاسفانه با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه. بیشتر داخل خانه میشویم و بیشتر از آنها در رابطه میپرسیم و مواد غذایی را تحویلشان میدهیم. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me. دوستان عزیز، قسمی که شما در ویدیوی قبل دیده بودید که ما این فامیل از نزدیک سروی کرده بودیم که با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم میکردن به خاطر اینکه اینا امو نانآورشان به اثر جنگ هایی که گذشت از دست داده بودن. اکنون آمدیم و چند قلم مواد غذایی که توسط کمک های مالی برادران ما از کشورهای بیرون برای ما فرستاده شده بود به اینا Kolları ağrımasın, teşekkürler kılamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kolları ağrımasın. Doğa dalı olan ömrüne rızkını versin. Doğa canı oğlum iyi geçsin. Namda kaydırlar gireydi. Böyle bakıyorsun bana farkında olduğunca. Kötü yok ama hiç kim beni de sarfar hazırmasın. Hiç kim beni de bir müstahakmaz. Ah beni gider. Ona zindagirinde böyle bakıyorsun. Bir kızım malı dayağı şardır. Mana hech narsam yo'qdi, asmon yopinchi yer to'shalchi. Manamda tilkalarga qarang hech narsa yo'qdi. Hammasi o'sha mana shu bil, mana balanga qarang shakar qilib mana bu ko'ylakka tanimdi. Sholimni yig'ib olaman. Shunday zindagiyim qarobdi ko'p, havoraman, ko'p bechoraman. Ko'p mustahman. Meni nazarimga aytaman, hech kim yo'qdi deyman. Men borib mardina qolgan qutganni keltiraman men. Akşamda rızamda uçaman, yarın sayman, yarın akşam yiyman. Qanday qilay kunim o'tmaydi. Zindagiyim ish xarob badbaxtman. Maydonga qolgan mustahman bo'li. Xonalari bor. Men ham tashakkurlar qilaman, meni yo'qlasinlar. Xayr ko'rsinlar, men namoz kelyapti. Bachalarim yig'laydi, meni ko'lam yo'q, meni chablim yo'q. Menga mana meva dona tilaydilar bular mendan. Qanday qilay? Ko'p zindagiyim xarobdi. Namozga meni deganda bachalarimga, sag'inlarimga bir mevadorni olib bersinlar. Oyoqlariga kavshlari, og'izlariga qo'llari yo'q. Dunyoga xayriyat, adolat, mana bunday ko'mak qilibdilar, yana ham ko'mak qilsinlar. Xonalari obod, barakat topsinlar. Xudojon sarbalar qilsin, Xudojon zuvolalarni baland qilsin. Xudojon deganda birgalikda rizqlarini, umrlarini daroz qilsin.